Dada, men ketdim o'qishga shaharga. O'qishga kirdim-ki. To'xta, beri o'tir. Gapim bor senga. O'zsan qizim, shahar o'qishga kirding. Shaharda yurganingda senga qaysidir bacha kelib gap otsa, nima deysan? Men qayerdan bilay? Bo'lmasa hozir repetitsiya qilamiz. Men shu bachani rolda o'ynayman, savol beraman senga. Yaxshi qiz. Tanishsak bo'ladimi? Assalomu alaykum. Yo'q, uzr, tanisha olmayman. Assalomu alaykum. Nima kerak o'z qizim? Ha, nima deyman? Guruhga gapir, yo'q de. Voy yo'qoldi. Keyingi dubl qizim, men taksi bo'laman, savol beraman, sen javob berasan. Haymi? Xo'p. Yaxshi qiz. Viloyatdan keldingizmi? Ha, viloyatdan. Nima aytibsan o'zi? Nimaga aytibsan? Viloyatdaligingga. Nima ishing bor-de? Ha, dadamsiz-ku. Hay, men hozir rolim taksichi-ku. Anangda qizim, men senga Dugonang rolini o'ynayman-da, senga savol beraman. Sen javob berasan, haymi? Dugon, bugun kursdoshimiz Dilnozani tug'ilgan kuni. Borasizmi? Voy, zo'r-ki, boraman tug'ilgan kun bo'lsa. Nima bo'libsan hozir? Sabab nima? Ha, tug'ilgan kunga chaqiryapti-da. Hay, dadamdan so'rayman. Bir keyin deyish yo'qmi? Dada, qo'ying, taksi kutib o'tiribdi. Men ketay. Hech qayerga ketish yo'q. Bir hafta men seni uyda tayyorlantiraman, keyin ketasan, tushundingmi? Davay boshidan. Salonga boramizmi, Dugon?